Assalomu alaykum, hurmatli guruhimiz a'zolari, bizga kuzatib boradigan obunachilarimiz akalar. Xo'p, hozirgi mavsumimiz o'rim sezoni bo'lgani uchun akalar biz Marg'ilondagi agrotexnikalar do'konimizga komplekt holatdagi motobloklarimizni olib kelib qo'yganmiz. Video davomida shular obzorini qilib, narxi bilan tanishtirib o'tib ketamiz. Ukam ustanovka qilingan holati ham bormi videolardan ko'rsatgan degan akalarimiz uchun maxsus video bo'ladi. Bittadan like bosib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib keladigan obunachilarimizga albatta aytiladigan narxlardan chegirmalarni qilib beriladi akalar. Xo'p, oldidagi jatkamizni ma'lumotiga o'tadigan bo'lsak, birinchi o'rinda jatkamiz 1 mali akalar. Mayda o't, baland o't, ho'l, quruq umuman tanlamaydi akalar. Hamma o't yokida beda bo'ladigan bo'lsa, yonboshga o'rib yotqizib ketish uchun mo'ljallangan. Ko'rishingiz mumkin. Paraklarini qatori ikki qatorlikni hisobiga sizlarga mayda o'tni ham chiroyli qilib o'rib beradi. Ma'lumotlarni o'qib olishingiz mumkin akalar. 1 mali holatda sepini qatori ham ikki qatorli. Yonboshda ham o'ziga vertikalniy pichoqlari qo'yilganligini hisobiga, hop chirmashgan, yotgan, bir-birining ustiga chiqqan bedalar bo'ladigan bo'lsa, o'rib devor vazifasida qilib ketish uchun mo'ljallangan. Xo'p, biz hozir 15 ot kuchli shu motoblogimizga ustanovka qilib qo'yganmiz. Mana ustanovka holatlari qishloq xo'jaligi sep reduktor orqali birga-bir tushib beradi. Endi motoblogimiz ma'lumotiga o'tadigan bo'lsak, motoblogimiz rato motoblogimiz bo'ladi. Rollari uzun variantidan akalar qayerdan qanaqa motoblog olishlaringdan qat'iy nazar rolga e'tibor berib olishlaringni iltimos qilamiz akalar. Rolla kalta bo'ladigan bo'lsa, bunaqa holatda orqaga o'tmaydi, unga jatka tushmaydi. Katta motoblog bo'ladigan bo'lsa ham, bu rol uzunligini hisobiga bunaqa jatkalarda boshqa narsalar ustanovka qilib bemalol ishlatsanglar ham bo'laveradi. Akkumulyatorlar rollarning tagiga joylashgan benzinli varianti. Bizda salalkali motobloglar ham bor. Kimga qanaqa motoblogga ustanovka holati kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Nomerlarni pastda qoldirib ketaman. Xo'p. 15 ot kuchli Kentavr motoblogimiz benzinli ko'rishingiz mumkin. O'zliqlari maslinni yoqib ishlatadigan bo'lsangiz uzoqroq xizmat qilib beradi. Ham kalit orqali ham rushnoy tortib bemalol yurg'izsalar ham bo'laveradi. Balonlari 612 katta shiroki balon bo'ladi. Reduktorlariga ahamiyat berasizlar. Katta reduktordan ko'rishingiz mumkin. Xo'p, jatkamiz reduktorlari ham yaxshi sifatli reduktorlardan bo'ladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, komplekt holatdagi narxi $1300. Ham o'rim qilib, ham haydov qilib ham bemalol ishlatsanglar bo'laveradi. Motoblogimiz komplekti frezalar bilan komplekt beramiz. Ko'rishingiz mumkin, sifatlari juda ham zo'r. Like, komment bosib keladigan obunachilarimiz chegirmalarni qilib beramiz. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib, bog'lanib xarid qilishingiz mumkin. Manzilimiz Marg'ilondagi agrotexnikalar do'koni.